Bir gülçi qizchaq bo'lib, gullarni setib bo'lib, eng oxirgi bir tal gul qolgan chaqda bir tilamchini ko'rib qopdim. Shuning bilan qizchaq eng oxirgi bir tal gulni tilamchiga berib etibdi va uyiga qaytib ketibdi. Tilamchi bo'lsa danq etib turibli qopdi. Chunki u hayotida bir go'zal qizchaqning uningga gul sovg'a qilishini tushidimi o'ylab boqmagan ekan. Bu ish uningga quyosh g'arbdan chiqqandek bilinibdi va hayajonda uyiga qandoq kelib qolganini sezmayla qopdi. U uyiga kirib gulni bir qochining ichiga qo'yibdi. Tilamchi guldan huzurlanib o'tirganda kallasiga bir xiyol keldi. Bundoq chiroyli ham xushpuroq atirgul bundoq maynat qochida tursa qandoq bo'ladi? Shuning bilan u qochini pokiz yuyibdi. Biroq yanada bir yerlari qamlashmagandek bilinibdi. To'g'ri, mushundoq chiroyli va xushpuroq gul bundoq maynat ustal ustida tursa qandoq bo'ladi? Shuning bilan tilamchi ustalni pokiz qilib surtibdi. Ha, endi bo'ldi. Tilamchi chiroyli ustal ustidagi xushpuroq atirguldan huzurlanibdi. Uzun o'tmay tilamchining kallasiga yana bir xiyol paydo bo'ldi. Mushundoq chiroyli ustal, xushpuroq atirgul bundoq maynat uyda tursa qandoq bo'ladi? Demisimi shu emasmi? Tozalash kerak. Shundoq qilib tilamchi uyni nihoyat astoydillik bilan tozalab uyni pokiz qilib etibdi. Ham uyiga gullarni tizibdi. Pokiz uy, pokiz ustal, go'zal ham xushpuroq atirgul. Tilamchi o'zini boshqa bir dunyoga kelib qolgandek his qildi. To'satdan tilamchi aynakdan o'zini ko'rib qopdi. O'sgan va cho'g'ilgan choch, o'sgan soqol va maynat yuz. Tilamchi numus qildi. U ko'nglida bundoq o'rin va maynat soltakning bu uyda turishga va bu gulni purashga salohiyati to'shmaydi deganlarni o'ylabdi va munchiga kirib yuyinib tarinibdi. Soqollarini elibdi. Uning bu qitim aynakdan ko'rgani bo'lsa, qosh ko'zi qamlashgan, nihoyat kelishgan bir yigit bo'pti. Tilamchi ko'nglida aslida men bu xil qamlashgan odam ekanman. Eng muhimi mening 5 a'zoyim sog'. Shundoq turuqliq nima uchun tilamchilik qilaman deb o'ylabdi. Bu tilamchining bundoq savolni o'zidan tunji qatim so'rashi ekan. Shuning bilan tilamchilik qilmay boshqa ish qilmoqchi bo'pti. Dastlabda bakmi qiynalibdi. Keyin bara-bara ishlari yaxshi bo'lib ketibdi. Shundoq qilib oradan yillar o'tib tilamchi puldor bir boyvachchaga aylanibdi. Oxirda tilamchi heliqi o'ziga gul taqdim qilgan qizni tepibdi va u qizga: "Ilgari men bir qalandar edim. Kayfiyatim tushkun, kelgusidan umid uzgan edim. Biroq siz menga bir tal atirgul berdingiz. To'g'risi, menga umid berdingiz. Rahmat sizga" debdi va boyliqining yarmini qizga hadiya qildi. Boshqalarga gul sungan qo'lda gulning puruqi qoladi.